Assalomu alaykum. Kunning muhim yangilik va hodisalarini kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Tramp Eron hukumatiga minnatdorchilik bildirdi. Kechagi kunga rejalashtirilgan barcha 800 dan ortiq qatllar Eron rahbariyati tomonidan bekor qilindi. Bu haqda AQSh prezidenti Donald Tramp o'zining ijtimoiy tarmog'ida yozadi va rahmatga qo'shimcha qiladi. Tramp hech kim uni Eronga zarba bermaslikka ko'ndirmaganini ma'lum qildi. Hech kim meni ko'ndirishga urinmadi, men o'zimni ko'ndirdim, deydi Amerika yetakchisi. Arab davlatlari va Isroil vakillari uni Eronga zarba berishga ko'ndirishga harakat qildimi degan savollarga javob berar ekan. Hamda Braziliya ham AQShning Venesuelaga hujumidan so'ng o'zining havo mudofaa tizimlarini kuchaytirishni rejalashtirmoqda. Braziliya armiyasi qo'mondoni mamlakatdagi havo mudofaa tizimlarini zudlik bilan mustahkamlash va o'zining uchuvchisiz uchish apparatlari faoliyatini yaratishga harakat qilmoqda. Braziliyaning Venesuela bilan chegaradosh qismida taxminan 10 mingga yaqin askar xavfsizlikni ta'minlayotganligi aytilmoqda.